Bu tema bo'yicha men o'zim shaxsan professional Yolg'on va'dalar evaziga orzular sotilayotganligi. bir amallab chetga chiqib Chetga hamma narsaga tayyorman deganingizda ham undan-da og'irrog'iga tayyor turing. Endi mana shu davlatga, mana shu firma orqali ketishga aylanib qoladi. Ferrari, Lamborghini, Cappuccino, Espresso. O'tayotgan hozirgacha, chunki men bu narsaga aldanib bormadim. Men misol uchun tayyor bo'lmagan. 6-7 yillab o'qishni bitira olmay yurgan bolalarni ham ko'rganmiz-da. Bu inson faktori o'ta kuchli rol o'ynaydi. Ras ishlamoqchi bo'lib keldim, ishga bor deganda. Shuncha katta temani bitta so'zning ichida yo'qotib ketadi-da. Gapimiz har bitta konsalting firmaga tegishli emas. Men o'zim oppoq qilib gapirmayapman. Italiyaga yuboradigan konsalting firmalari iltimos qilaman, studentlarga ideal hayotni sotmanglar. Assalomu alaykum, Espresso podkastimizni kuzatuvchilari, xormanglar, charchamayapsizlarmi? Yangi podkast olishga kelganmiz. Siz mehmon, biz mezbon. Bahodir Mo'min. Bugun mavzularimiz jiddiy. Qanaqa mavzuga qo'l urganimizda esa hozir sizlarga tushuntirib beraman. Bugun biz yaqin 4-5 oy ichida juda ham dunyo bo'yicha keng muhokamaga sabab bo'lgan bir insonni fayl haqida gap ketgan bo'lsa, Epstein fayllari ochilgan bo'lsa, bugun biz xuddi shunaqani konsalting firmalarini fayllarini ochib tashlaymiz. Xo'p, bugungi mavzumiz konsalting firmalarini studentlarga yolg'on va'dalar evaziga orzular sotilayotganligi. Nimaga orzular sotilyapti? Ya'ni bitta student chet elda tasavvur qildi, chet el hayotini orzu qilgan va eshitdi, grant bor, stipendiya berilyapti, lekin unga tayyor emas hali. Yoki tayyor emas deganda biza o'qish jarayonida yo bir boshqa chet davlatga chiqib o'zini eplab ketish ma'nosida yoki psixologik ma'noda. Faktori juda ko'p, lekin umumiy olganda tayyor emas. Men misol uchun tayyor bo'lmaganman. Men qanday Italiyaga kelganman? Bitta o'rtog'imiz bilan konsalting firma haqida eshitganmiz. Shunaqa. Borganmiz. Hop. Kirganmiz, bizlarni oldimizga 3 ta variant bergan: Singapur, Italiya, Germaniya. Uchalasini ham reklama qilgan. Uchalasida ham grant, stipendiya, boshqa qashqa degan. O'shalarning orasidan Singapurni tanlaganmiz. Lekin Singapurda foundation kursi uchun bir 5000 yevromi, bilmayman. Qimmat edi, ancha qimmat edi. Lekin shu orada Italiyani tavsiya qilgan. Meni 1 soat oldin men Italiyada o'qish niyatim bo'lmagan. Meni chetga ketish niyatim bo'lgan. Hop. Chetga ketish niyatim bo'lgan, lekin qaysiligini oldin tanlamaganman. Kirganman, menga Italiyani reklama qilishgan, o'sha orzularini, meni orzuyimdagi hayot Italiyada ko'rsatishgan hayot, Ferrari, Lamborghini, Cappuccino, Espresso, Coliseo, tarix, Rim imperial, vashchi marketing kuchli bo'lgan. Bu yoqani shartnoman deganman. Borganman, bunday deganman, uydagilarni ko'ndirganman, shartnomaga qo'l qo'yganman. Mana shu orqali. Ochiqcha, mana shunaqa bo'lgan. Juda ko'pchilikda shunaqa bo'lgan. O'sha davrlarda. Endi hozir baribir biz ham yosh avlodmiz o'zi. Bizdan kichkina avlod. Ancha bizdan bilimliroq, shustroq. Ularda hozir qanaqa bilmayman, lekin bizning davrimizda ko'pchilik shunaqa bo'lgan. Endi aytaylik 5 yil oldin biza 5 yil oldin, 5 yil ham ancha surokda o'zi. 5 yil ham ancha surok. 5 yil oldin biza qatori odamlarda hammasi xayolida bor edi bu nima avlodlarda har doim bo'lib kelgan narsa. Endi meni atrofimda o'ta kuchli bo'lgan bir amallab chetga chiqib Chetga ketish. Menda ham shu maqsad bor. chetga ketish, keyin shu bir amallab konsalting firmaga kirib qolsangiz, u chetga ketish 1 soat ichida, yarim soat ichida gap so'zlar bilan, marketing bilan endi mana shu davlatga, mana shu firma orqali ketishga aylanib qoladi-da. Xuddi shunaqa. Eng maqsadimiz ham bugungi podkastimizda maqsadi ham aynan shuni odamlarga to'g'riroq направление berish va albatta uni xulosasini o'zi chiqarib, qaror hamma o'zi qabul qiladi. Yordam
podkast har doim yordam uchun qilinyapti, tajribamizdan kelib chiqqan holatda. Birinchi faktni gapirmoqchi bo'lsak, konsalting firmalar sizni orzuyingizdagi chet el hayotini sizga sotadi, o'zi aloqasi bor davlatga. Siz xohlamagan holatda deylik, o'zi aslida Germaniyani orzu qilgansiz, siz Amerikani orzu qilgansiz, Mhm. konsalting firmaga kirasiz. Hozir aptekalarda ham shunaqa narsa juda ham ommalashganda. Qaysidir dorini so'raysiz, bu dorimizdan yo'q edi, lekin o'rniga mana bu bor. Tarkibi bir xil, ta'siri bir xil, lekin bu sal arzonroq, osonroq. Bizda mana shu bor, o'rniga bu bor deydi. Keyin o'sha dorini olib ketasiz. Konsaltinglar ham asosan shunaqa bo'ladi. Lekin misol uchun deylik, Maqsadi sotish. 80% odam Amerikani orzu qiladi-da haligacha. Amerikani so'rab boradi. Amerikada hozir mana bunaqa vaziyat, mana shunaqa deydi-da. Politikasi xato, ayz bor. Ko'p Ko'p faktorlarni ketadi. beradi-da. Lekin deydi o'rniga bizda Italiya bor deydi. O'rniga Germaniya bor deydi. Keyin uni sizga tushuntirib beradi. Siz Amerikada kutgan hayot siz Italiyada borligiga ishonasiz. Ularning gapiga-da. Da. Keyin uyingizdagilar siz ishondingizmi? Siz ishonganingizdan keyin siz uyingizdagilar ham ishonadi, chunki uyingizdagilar sizga ishonadi. To'g'rimi? Bolasi uchun odam tayyorda. Ham o'zi ham bitta hozir bitta narsa kallamga keldi. Vaqt sifatidan qarang-da. Chunki aytaylik, ko'p odamlar fevral oxiri, mart boshiga qarab universitet o'ylashni boshlaydi-da. Aytaylik, maktabda 11-sinfida yanvar, fevralda, mart mana shu 3 oy ichida o'qishni o'ylashni boshlaydi, konsaltingga kirib qoladi. Konsalting aytadi: "Voy, mana keyingi hafta boshlaydi admissionlar." Sizga undan hamma narsadan tashqari, hamma aytaylik sal bo'rttirib aytiladigan gaplar, bir orzular sizga ozgina yo'q narsani bor qilib ko'rsatadigan deb aytishga tilim tortmayapti-yu, sal Ko'pirtirilgan. ko'pirtirilgan gapiradi. Oxirida keyin mana keyingi hafta admission boshlanadi. Qaroringizni tezroq qiling. Shunaqa. U sizga Pressure, pressure, давление beradi. Давление-da. Ya'ni Marketing bu, men qoyil qolaman bu. Nimasi-yu? Ya'ni agar o'sha bir hafta ichida siz qilishga ulgurmasangiz, ular bilan shartnoma qilishga, siz kelmaysiz boshqa davlat bo'ldi, sizga chet el orzusi tugaydigandek sizga bosim berishadi-da. Bu birinchi faktori. Keyin bu joyda mo'min ikki xil tomondan qarash bor-da. Misol uchun, meni ham o'zimiz servisim bor, men 5 yil deganda qilyapman. Men hozir birinchi iste'molchi tomonidan, ikkinchi servis sotuvchi tomonidan aytishim mumkin-da men o'zim tajribamdan. Misol uchun, men uchun bu chista biznes deylik. Bu tomondan to'g'ri. Deyli. Albatta, klient Qarang. o'zi borib, qarab, research qilib, men senga xohlagan narsamni aytsam bo'ladi, nima o'zing qaramading deb aytish misol nimasi uchun to'g'ri bir hech kim tarafdan. sizni qo'lingizda olib, "Buza qo'y, pulni to'la" demaydi. 5 yil oldin haqida gapirdik. Hozir 2026-yil. Yuzlab sun'iy intellekt bor. Yuzlagan portallar bor, yuzlagan bizga o'xshagan blogerlar bor. Yuzlagan siz xohlasangiz haqiqiy tajriba baribir yashab kelguningizgacha bilmaysiz, lekin 90% haqiqatni bilib olishingiz mumkin hozir. Hamma o'zini misol uchun siz kelib ketdingizda, qaysidir firmani saytiga kirib review haligi kommentariy yozib qoldirishingiz mumkin haqiqiy tajribangizdan. Ya'ni chista biznes. Sen xohlading, men senga sotdim. Bu bitta fakti. Lekin men nima demoqchiman? Men qilayotgan vaqtim studentlarga hammasini oldindan tushuntirdim. Hammasini, Italiyadan yaxshi variant borligini, Italiya ideal emasligini, Italiya o'rta mid level, nima deydi, o'rta darajadagi davlat ekanligini hozir ekonomik jihatdan, hayot darajasi jihatdan hammasini tushuntiraman va og'zim bilan aytaman. Agar meni studentlarim ko'rayotgan bo'lsa, tasdiqlashi mumkin, yozib ketinglar. Men aytaman, o'rtoq, sen o'zing qila olasan buni. O'zing qilgin lutshi. Agar shunchalik stress bo'lib, haligi o'zini, misol uchun meni qo'limdan kelmaydigan narsa bo'lsa, men tan olaman, menga qilib ber deyman. Agar shu darajada bo'ladigan bo'lsa, davay mayli, men xizmatimga yarasha mana buncha summani ber,
man qilib beraman. Lekin man aytmayman, o'rtoqsanki, короче, Italiya, короче, zo'r 8.000 euro stipendiya, o'qishing grant, ovqatlanishing 2 mahal bepul, yotoqxonang ichida, to'lamaysan, просто kayf qilib yashaysan, ishlaysan, xohlagan vaqting Yevropani bir joyiga chiqib aylanib kelasan degan gaplarni aytmayman. Lekin menga shu gaplar aytilgan. O'rtoqlar, mana shunaqa narsalarni konsalting firmalar aytinglar, mana shu narsalarni borini aytinglar. U pul uchun просто hamma narsani ideallashtirish kerak emas-ku. Ishoninglar, Xudo haligi nasibalaringga bergan bo'lsa, haqiqatni aytgan bo'lsanglar ham nasibalaringga yarasha daromadni qilasizlar. Bu oshqozon deb qo'ysa ham bir kun portlaydi. Yo, realniyda. To'g'ri. Endi bundoq olib qaraganda etish uslubi ham bor-da. Masalan, aytaylik, konsalting firma men eshitganimda menga ham aytilgan, bitta ikkita narsalar aytilgan. Darsga bormasang bo'ladi, borsang yaxshiroq. Ha, yengil aytib o'tilib ketadi-da. Bitta etdim bo'ldi degani emas-da. U narsani sotdim bo'ldi emas. U aytaylik, mana aptekani, dorixonani Yo, to'xtang. Tushuntirish berib ketay. yo'q, tushunib Ha, bo'lmadi. ha, Dorixonani nima qildingiz? misol. Misol qildingiz. U yerda ham xato ish nimada? U aytaylik, siz nimadir sotib olmoqchisiz, sizga agar bilmay turib odamga borib sotib olmoqchi bo'lsangiz, bilmayman deb aytsa kimdir sotib olmoqchi bo'lgan odam, sizni mas'uliyatingiz, odam sifatida mas'uliyatingiz shundaki, ochiqchasiga aldamasdan, bo'rttirmasdan, o'zingizni foydangizni o'ylamasdan tushuntirish. Chunki bu faqat pul haqida emasda, insonni taqdiri, insonni misol uchun sog'ligi, umuman o'sha rol o'ynaydi-da. Odamni keyingi 3 yilligini u odam konsalting firma o'zini mas'uliyatiga olyapti. Keyingi 3 yillik u dokument topshirish, u yarim soatda bitadigan ish. 1 oy ketidan yugurib, mana shu dokumentni qil, mana shu dokumentni qil, mana shu dokumentni qil deb aytadi. To'g'ri, barakasini topsin konsalting firma. Lekin undan tashqari bo'ladigan muammolar bor. Yubordim bo'ldi emasda. Yubordim bo'ldi emas-da, to'g'ri. Qattan narsalar o'zgarish ehtimoli u o'ta kuchli mas'uliyat-da. Konsalting firmada kimdir hayotini u 18 yashar bola, 19 yashar bola, 20 yashar bola 30 ga kirgan bo'lsin, nima farqi bor? U ona yurtidan olib boshqa joyga jo'natib o't olish. Modaga chiqqan payti bor edi. Xo'p. O'qishga davomat yo'q, lekin borsang yaxshiroq. Aytildi. Nima farqi bor? Ya'ni hozir siz ham shunchaki aytib o'tib ketmang. Nima farqi bor? O'qishga bordi nima? Davomat berdi nima? O'qishga bormasdan haligi majburiyat yo'q. O'qishga borish majburiyati yo'q. O'qishga o'shanga qarab student bormadi. Farqi nima? Nimada o'zgaradi? Albatta, o'zini kursini yaxshi o'zlashtirishi bor. Borsa yaxshiroq o'zlashtiradi. Bormasa yomonroq o'zlashtiradi, orqaroqda qoladi. Lekin u asosiy fakt emas-da, nimalari bor? Bu tema bo'yicha men o'zim shaxsan professional sifatida sizga Boshidan o'tgan odam sifatida. boshidan o'tayotgan hozirgacha, chunki men bu narsaga aldanib bormadim. Ishlayman, ham o'qiyman deb o'zimni aldadim, chunki men bu xayol kallada o'tirib qolgan. Bormasang ham o'ta olasan ekzamendan. Birinchi o'rinda muhandislikda, engineering sohasida yolg'on gap. O'qishga borib, o'qishdan chiqib, obed qilib, bibliotekaga borib, kechgacha bibliotekadan o'qib, o'tirib borib topshirsangiz ham 3 olasiz. O'zbekiston sistemasida 5 olish ehtimoli o'ta qiyin. U g'ayrioddiy narsalar qilishingiz kerak o'tdi. Haqiqatdan o'qituvchini chuqurlashmasdan gapirganda darsga nimaga borish kerak? U darsga borib o'rgandim emas, chunki darsdan chiqib baribir ham bibliotekaga borib ustoz o'rgatgan narsani qaytadan o'zingiz tushunishingiz kerak. Bu yerda boshqa ma'no, chunki Italiyaga kelsangiz, Italiya professorlari bilan dars olasiz. Italiya professorlari madaniyati shundaki, siz majbur emassiz kelishingizga. Lekin borsangiz, u ustozga hurmatingiz, ustozni faniga hurmatingiz, qiziqishingizni ko'rsatsangiz, demak ustoz sizga nisbatan bo'lgan hurmati oshadi va aytaylik, fizikadan ekzamenda formula yozyapsiz. Formulaning bitta kichkina harfi denomination deyiladi, esingizdan chiqib ketdi.
ustoz ahamiyat bermaydi, chunki yarim yil, bir semestr sizni ko'rib keladi, siz harakatingizni ko'radi, uyga vazifa qilgansiz, midtermdan o'tgansiz, mayli esidan chiqdi, men bilaman, bu bola biladi deb ustoz o'zi to'g'rilab ketadi. Inson faktorida u. Inson faktori. Bu inson faktori o'ta kuchli rol o'ynaydi. Lekin aytaylik, sizga konsaltingga borganingizda, bormasang ham bo'ladi degan gap, bu shuncha katta temani bitta so'zning ichida yo'qotib ketadi-da. O'quvchi aldanib qolish ehtimoli o'ta kuchli. Nimaga bunchalik joni kuydiryapti? O'qishimiz menda ham xuddi shunaqa holat bo'lgan. Sal nisbatan mo'minnikiga nisbatan kamroq cho'zildi, lekin meniki ham ancha cho'zildi. O'qish bakalavr 3 yil, Italiyada 4 yil emas, 3 yillik. Lekin biz misolimizda 4 yil, 5 yilga cho'zilib ketganlar bor. Afsuski. 6-7 yillab o'qishni bitirolmay yurgan bolalarni ham ko'rganmiz-da. U prosta Italiyada yashab qolish uchun cho'zib yurgan bolalar emas-da. Realni o'qishni bitirish kerak, o'qishni bitirish kerak, bu o'qishni bitirolmay yurdi. Qiynalib, depressiyaga tushib, mana shu kitobni oladi, o'qiydi, kitobni o'qigani kallaga kirmaydi, chunki xayolida umuman ko'p narsa. Men mana shu yoshga kirdim, mana shu o'qishni mana shu necha yildan beri yuribman, uydagilarga azob, men nima qilishim kerak, tugatishim kerak, davay. Lekin o'qish kallaga kirmaydi, chunki u stress. Keyin yana bitta savol, student beradigan savol bor va konsalting beradigan javob bor. O'qish qanaqa bo'ladi? O'qish qiyin emasmi bizga nisbatan? Italiyani universitetlari, oliygohlarining darajasi yuqori, professorlar qanaqa dars o'tadi deydi. Endi o'qigan odam o'zlashtirsa, borsa, endi ozgina harakat qilsangiz o'tib ketasiz, a? Hammasi o'zingizga bog'liq. Hammasi o'zingizga bog'liq. O'qisangiz o'tib ketasiz. Hammasi o'zingizga bog'liq, to'g'ri. Ya'ni ishoninglar, mana Italiya sistemasida professorning ishiga hech kim aralasholmaydi. Na sizni rektoringiz, na direktoringiz, na bir hamkasb hech kim aralasholmaydi. Men misol uchun bitta fanni professori bo'ladigan bo'lsam, International Relations, xalqaro munosabatlar kursini professori. Mana men darsimni qanaqa rejalashtiraman, qaysi kitobdan dars beraman. Endi baribir bazaviy haligi ro'yxat bo'ladi, requirement bor. Lekin uni qanaqa tuzish meni ixtiyorimda. Qanaqa imtihon usullarini tanlayman, kimni o'tkazaman, kimni o'tkazmayman, kimni xohlasam umuman chetlashtirib, umuman professorga bog'liq narsa-da. Siz ya'ni bilimingiz bo'lgan taqdirda ham agar professorning ko'zida, misol uchun professor bilan ozgina diskursiyaga kirib qo'ygan bo'lsangiz, xohlasa o'tkazmaydi. Professor sizdan kuchli, kimgadir jalba haligi shikoyat qilib borganingizda ham men mana bularni bildim deganda, siz bilmaydigan qilib shunaqa savol beradi, sizni yiqitadi. Chunki u professor, u o'sha kursda ustozi-da u. Keyin o'sha uchun aytaman, kelmoqchi bo'lgan bolalarga misol uchun bunaqa narsa bor. O'qishga borgan studentlar bitta prezentatsiya bilan yoki bitta og'zaki savol javob bilan, imtihon bilan o'tishi mumkin, o'qishga borib yurgan bola. O'qishga borib yurmagan bola uchun ham o'zi professor yaxshi, shunda ham yaxshi. Sen mayli o'qishga kelmasang, o'qishga kelmaydigan bolalar uchun 5 ta kitobni ro'yxatini beradi, kurs holi boshlanmasidan oldin. 5 ta kitobni ichidan umumiy bir 20 ta bobigacha beradi o'zi. Mana shu boblarni o'qib kelgan bo'lishing kerak. Sen agar darsga kelmagan bola bo'lsang, men shular orqali sen bilan savol javob qilaman. O'zi nima haqida savol javob bo'lishini ham bilasiz u yoqda. Afsuski, o'shani ham qilmaydigan bolalar bor-da. Men ichim kuyib yonib gapirganim sababi buni oldingi podkastlarda aytganman, aytmaganman esimda yo'q, lekin meni professorlarim menga savol bergan. Mana Bahodir, men senga bitta savolim bor. Ya'ni menda ham shunaqa bo'lgan, kursdan yiqilmoqchi bo'lganman, lekin o'sha kursda krediti menga kerak, men stipendiya olishim uchun. O'sha kuni topshirishim kerak, Professor deyapman, qo'yib ber deb o'sha iltimos qilishga o'tganman. Salkam yalinish, chunki menga endi stipendiya kerak. Yoqda soqqa haqida gap ketadi. Yeb ichar. Hayot u, конечно, o'zing uchun o'ylaytim deydi. Keyin mayli degan, men senga bahoyini qo'yib beraman degan. Lekin savol degan. Nimaga sani yurtingdan keladigan talabalar, o'zbekistonlik talabalar, Qirg'iziston, Qozog'istonlik talabalar nimaga sizlar 3 bahoga shunchalik rozisizlar? O'qishga kelganmisan, o'zi o'qishga kelmaganmisan? Nima maqsadda kelgansan deyapti. Menga shaxsan mendan so'ragan.
Man sanga uch uchun keladigan bo'lsa, o'qishga ishim bor, a? Ha, ishga bor. Ya'ni nima qilasan o'zim ham, seni ham o'zingni ham vaqtingni olib, meni ham vaqtimni olib, ras ishlamoqchi bo'lib keldim, ishga bor deganda. Nima qilasan o'qishga kelib? O'sha uchun boshida aytilgan gap, chetga kelish kerak, lekin направление, orzu-havas yoki xohish turli xil bo'lganidan kelish yo'lini bir xil qilmasligimiz kerak-da. O'qishga kelmoqchimiz o'qish orqali keling, ishga kelmoqchimiz ishchi viza orqali keling, turizmga kelmoqchi turizm vizasi orqali keling-da. Sportchi bo'lmoqchimiz sportchilar uchun отдельный viza turi bor. Unga keling. O'qishxonada, misol uchun, men ham o'qishxonada balki har kimni o'zini hech kimga aytmaydigan o'zini orzu-havasi bor. Menda ham bo'lgan. O'sha uchun kelgandirman, lekin meniki xato bo'lgani uchun men o'zim oppoq qilib gapirmayapman. Bizani xatomizdan odamlar o'rgansin deb Sizlar gapiramiz. qilmanglar demoqchiman-da o'sha narsa. Ya'ni konsalting firmalari yo'q. Chuqurroq gapiring, a? Italiyaga yuboradigan konsalting firmalari, iltimos sizlardan studentlarga ideal hayotni sotmanglar. Hamma narsani ochiq, oydin tushuntirib qilinglar, shunda ham sizlarning daromadlaring bo'ladi. Student kelmoqchi bo'lgan talaba kelishdan oldin nima uni kutayotganini bilib kelsan, shunda hammaga olam guliston. Shunaqa. Sistemani aldayman deb nimadir qilgandan ko'ra, sistema bilan ishlab ko'ringlar. Yo, bizanikilar shustrayda, biz shustraymiz. Ya'ni uzr, bizani men va mening do'stlar bitta podkast nima gap degan podkast bo'lmaydi. Reklama bo'lsa ham aytaman. O'shanda boshlovchi shunaqa deydi. Men va mening do'stlarim. Menga yoqqan shu gap. Men va mening do'stlarim. Men va men taniydigan insonlar. Boricha ishlaylik. Sizlar ham xizmat sotasizlar, men ham xizmat sotaman. Lekin pul emas uchun. Men misol uchun konsalting xizmatini pul uchun ochmaganman. Balki qaysidir fonda pul daromad qilish niyatim bo'lgandir. Lekin chuqur ma'nosi u emas-da. Albatta. Birinchi faktor bu. Bu asosan men bu Epstein konsalting fayllarini birinchi bitini ochganingizda turadigan fakt birinchisi. Endi o'sha fayllarning ikkinchi betiga o'tamiz. 50 ga 50 faktori deb kelishdik, a? 50 ga 50 faktori bor. Gapingizni bo'ling, 1 sekund, uzr. Gapimiz har bitta konsalting firmaga tegishli emas. Ishni zo'r qilib, biz aytayotgan kommentariyalarni 5 yil bizdan oldin o'ylab, ishni oltin qilib, hammani rozi qilib ishlayotgan konsaltinglar bor. Biz ularga emas. Mana shu odamlarni hayotini bir tiyinga olib, o'quvchilar qiynab qolib ketgan konsaltinglarga bir og'zim mana shu yerda o'qib yurgan o'quvchi sifatida maslahat beraman. Maylimi, yana ham aniqlashtiraman. Kim ekanligini. O'zi konsalting orqali kelib oldi Italiyaga. Bir semestr yo o'qidi yo o'qimadi. Bitta tekshirdi, qarasa o'zi qilib bilar ekan haligi ishni. Kecha kiyib olib qilmanglar, onalarini ko'rsin. Kecha kiyib olib, hali tajribalaring yo'q, hali o'zlaring nima kutayotganini bilmaysizlar. Kecha kiygan bolalar, men sizlarga aytayapman, men shuni ko'rsanglar sizlarga. Agar gapim yoqmasa, kelib so'rab olinglar. Kvesturaga borib chao deydiganlar. Вот именно. Kecha kiyib olib, kimnidir hayoti bilan o'ynashmanglar. Pulni boshqa ish qilinglar, o'sha pulni topasizlar. O'shalarga 10 yillik katta gegemon katta kompaniyalar hammasini qiladigan, ro'y-rost qiladigan tanishlarimiz ham bor, ishlashadi. Ularga emas bu gap. Men bu yetarli ko'nikmasi yo'q, lekin pulni qilyapti, o'qishga topshirib kirgizyapti. O'qishga topshirib kirgizish emasdan maqsad. Uni o'zi ham qilib biladi, ingliz tilini bilgan bo'ladi. Yoki oqlab olinglar pullaringni. Men yo'qmaysa, gapim kimgadir tegib ketsa, men indaman. So'rab olishlaring mumkin. Xo'p, 50-50. ikkinchi betimiz juda mashhur odam fayllarini ikkinchi betiga o'tamiz. 50 ga 50 faktori. Buni biz o'zimiz uchun shunaqa deb belgilaganmiz. Shunaqa atama o'ylab topdik. 50 ga 50 faktori nima? Student keldi. Konsalting mayli hamma ishini zo'r qilib qo'ydi ham deylik. Etdi hamma narsani aytib tushuntirdi.
balki bu 50-50 faktor faqat konsaltingga bog'liq narsa emas, bu umumiy Odam sifati. faktor. Italiyaga yetib kelgan student 50% yo o'zini eplab yo'lini topib, даже tilni bilmasin, даже o'qimasin, darsga bormasin, lekin boshqa направленияda yo'lini topib zo'r bo'lib ketdi. Gapi yo'q, respekt. Italiyaga keldi, tilni o'rgangan, faqat o'qish bo'lganda hayotdan sal uzilib qolgan bola amallab yetib kelib oldi Italiyaga. Italiya slabila uchun emasda, to'g'risi. Bu yoqdagi byurokratiyadagi oladigan stressiz ancha munchasini miyasini qisib qo'yadi-da. Ancha. 50-50, ya'ni bittasi yo'lini topib ketdi, bittasi umuman stressga tushib, pateriyaga tushib, yo'lini yo'qotib qo'ydi. Men guvoh bo'lganman, yo'lini topolmay, eplolmay qaytib ketgan bolalar. Ya'ni hammani avvalo o'zini bo'ynida, u narsa o'zini qo'lida, lekin o'rtoqlar o'zlaringga bo'lgan ishonch. endi o'zi uyini tashlab ketib, shuncha vatanni tashlab ketib kelganini o'zi respekt o'ziga nisbatan ishonch bo'ladi. Albatta. Yana o'sha birinchi betiga qaytib, birinchi faktorimizga qaytib boryapti. Haqiqatni bilib kelsa, 50-50 faktor mavjud bo'lmasligi mumkin. 50-50 faktori bundoq olib qaraganingizda haqiqatdan tashqari bo'lgan narsa-da. Chunki aytaylik, har masalan bu albatta yana aytamiz 5 yil oldingi biza qatoridagi odamlarda Ingliz tilida beyond your capacity deydi. I don't think it's in your facilities big man deydi. Ha. Aytaylik bu 50-50 faktor nima? Hamma narsani bildi. Aytaylik idealniy situatsiya. Konsaltingga bordi, biza qatori 5 yil oldingi bolalar O'zbekistondan chiqib ketmoqchi. O'zbekistondan chiqib chet elda o'qib Men va kelmoqchi. mening do'stlarim. Aytmaman, biza qatori tanishlarimiz. Shuni oydinlik berib ketaylik. Da, cho'ta odamlar Xayr. hayolimga nima keldi bilasizmi? Bitta amaki bor edi-yu, gerbni oldida turib olib, Ya, siyosatga qo'shilmaymiz. kommentariyaga shu odam chiqsa. Biza taniydigan chetga Men va chiqmoqchi. Mo'min. Taniydigan odamlardan, biladigan insonlarimizdan. Borda hammasini 100% bildi, keldi. U 50-50 faktor nima o'ynaydi? Aytaylik, men o'ta shustri odamman deb o'zimni tan olmaganman hech qachon, o'ta soddaroq odamman. Men ham shustr emasman. Menga qaraganda, I act like this. menga qaraganda shustroq Bahodir, lekin ikkalamiz ham lo'qroq odamlardanmiz. Mo'min lo'qman, lo'q emasman. Siz lo'qroqsiz. Yo. Mo'min lo'q. Adava. Nimadir xato ketadi. Eng men ishonchim komil narsa 100% Rim. bilgan taqdirda ham, 100% bo'lgan Rim shahrida byurokratiyada nimadir xato ketadi aniq. Chunki qancha pastga tushib ketaversangiz, qog'ozni ma'nosi kamayib ketaveradi. Nimadir qayerdandir eshitasiz, kelgan o'rtoqlaringizdan bittasi aytadi, yo sizdan 1 yil, 2 yil oldin kelgan odamlar aytadi. Yo buni qilsang bo'ladi, vashcha oson. Aytaylik, permissionni ansiyodan tezroq olish. Katta tema ochyapsiz. Katta tema, uni sekin prosta ustidan o'tib ketamiz keyingi qismlarga. Siz o'ylaysiz, okey. Ya'ni tushuntirib ketay. Buni asosan kelmoqchi bo'lganlar ham ko'radi-da. Rim bitta shahar bo'lsa, Ansiyo undan uzoqroq, 1,5 soatlik shaharcha, Toshkentga qaraganda Guliston yoki Toshkentga kirib Chinoz tomonlar deydi. Shunaqa kirib kelish shahari, u ham katta shahar lekin. Rimga nisbatan immigratsiya oqimi kamroq, shu sababli siz o'sha yerdan studentskiy dokument topshirsangiz tezroq chiqardi. Avval. Shu joyga bitta xayolimga narsa keldi. Misol, yaqinda o'sha Peaky Blinders Ostrov Kazarkin ko'rdingmi? Kino shunaqaki, siz men Mo'mindan o'zimni bir qadam oldinda his qilib, nimadir qilyapman, natijasi shunday keladi.
shuni ko'zni shunday ochib qarayapsizki, Bunaqa mo'min уже sizdan 2 qadam oldinda bo'lib, sizni уже kontrol qilib turgan bo'ladida. siz bir qadam orqaga ham tashlab qo'ygan Ha, bo'lasiz-da. xuddi shunaqa. Rimda misol uchun Italiyada hamma narsani o'rganib kelish, shustrisiz, chopkisiz, chokchumi bilasiz. Rus tili, men o'zi rus tilini uncha zo'r gapirmayman, но shu o'rganib qolganman-da endi. Bilasiz, o'zingizga o'rganasiz, shu borasiz, hozir bitta dokument olasiz, o'rgatishgan, Shundoq mana shunaqa qilaman. o'rgatishgan, bilasiz, qaraysiz, borasiz, olasiz, chiqib ketasiz. Короче, siz zo'r. O'zi aslida ham shunaqa, o'zi shunaqa Edi. praktika bo'lib kelyapti. Shunday borasiz, Shundoq qilasiz. 8 months later. amna turadi ko'z to'radagida sizga. U kvesturini ham 8 oy keyin ko'rasiz. 8 oy keyin ko'rasiz. Ya'ni Gapni qisqasi shundaki, siz ming bir shustrik bo'lmang, ming bir bilimingiz bo'lmasin, Italiyada sistema birdan o'zgarib qolishi mumkin. Bu o'zgarish sizga aytaylik 2024 kiritilgan bo'lsa, Rimga 2026-yil aniq mana shunaqa bo'ladi, mana shunaqa paytdan beri mana shunaqa bo'lib kelgan deb ustingizga chiqib olishi mumkin. o'zi aslida u yo'q ham bo'lishi mumkin. U yo'q ham bo'lishi mumkin. Chunki Bilib bo'lmaydi. italyanlar shunaqaki, bu kisprushlar, So'kinmasdan, ha, so'kinmasdan. bu kisprushlar. Ya, bu italyanlari qonunni xohlasa o'zi yozadi-da. Yo'q, men unaqa deb ko'rmayman. Qonun bor, o'ta strikt, o'ta nima deydi, strikt deganda o'ta qattiq qo'l, o'ta har bitta narsasi yozilgan, mana shunaqa qilsang, mana shunaqa bo'ladi. To'g'ri yo'lda harakat qilishgan. Afsuski, Rimda odamlar sal qonunga qo'ygan joyi bor. Qo'pol qilib gapirganda, shunga mayli buni sen bunaqaroq qilsang o'tib ketadi deb qiladi. Qilsangiz sizga hech kim hech narsa demasdan ishingiz bitadi. Sizda keyin bu siz narsani o'rtog'ingizga borib aytasiz. Keyin o'rtog'ingiz borgan kuni bu ishlayotgan odam bir xil odam bo'lsa, uyida mushugi o'lib qoldi. Yo bir bolasi kasal. Yo shu kuni ertalab ichgan kofesini tamag'allatiydi. Shuni deb sizni dokumentingiz bitmaydi. Shuni deb siz sen noqonuniy ish qilsa, qonuniysi mana shunaqa bo'ladi deb siz jo'natib yuborish ehtimoli bor. Yoki bu bitta tarafi, xuddi shu odamning ikkinchi xayoli ham bor-da. Men bordim, iltimos qildim, shunaqa bitta dokument uyda qolib ketibdi, boshqa dedim, qashqa dedim. Rolga kirdimda o'sha ishimni bitirdim. Da chiqdimda kelib sizga aytyapman. Mana shunaqa edi, короче, hal qildim debman. Keyin siz ham o'sha narsani qilib ko'rasiz. Mayli, sizga ham ishonadi. Siz borib unisiga aytasiz. U boradi. Hech kim loq emas-ku hayotda. Ya'ni hamma ham loq emas-ku. U odam sezadi. Sizga bergan, menga bergan ishonchni suiiste'mol qilayotganligini bilib qoladi. Keyin o'shani fonida haqiqatdan ham o'sha situatsiyada bo'lib turgan bola agar o'sha yordam so'rasa, "Sen meni bir bo'lsa ahmoq qilmoqchisan" deydi-da, bermaydi o'sha narsani. Lekin o'sha bola haqiqatdan ham o'sha pozitsiyada. Haqiqatdan ham 1 soat, 2 soatlik yo'l bosib keldi, o'qishidan javob olib keldi. Kasal edi, kasal bo'lib turib keldi. Lekin sizdan oldin 2 kishi, 3 kishi o'zi shunaqa yolg'on sabablar evaziga siz ishlatishingiz kerak bo'lgan kreditlarni ishlatib bo'ladi-da. O'sha uchun italyanlar sodda xalq. Qaysi ma'noda? Oq ko'ngilroq. Oq ko'ngil deylik. Agar siz kasal bo'lsangiz, hech kim sizni o'qish bo'lsin, ish bo'lsin, miting bo'lsin, davlat tadbiri bo'lsin, shunchaki bo'pti uyingga ketaver deydi. Shuncha u qani termometr berchi, bu haqiqatdan ham anons ismasi chiqyaptimi deb. Agar u unaqa qildimi, bilingki u o'zi biladi sizga nisbatan hurmatsizlik qilyapti. Ya'ni siz o'zingizni kasal qilib aytishingizni birinchi navbatda o'zingizga nisbatan hurmatsizlikda u. U italyan o'zida o'zingizga nisbatan hurmatsizlik qilishingizni kutmaydi-da u. Tushunyapsizmi? Kasalmisiz, bo'ldi kasal. Kim kasalman deb acting qilishi mumkin? Yo'q, kasallikda bu yerda ishxonada aytaylik kamida o'ta kuchli qarashadi. Masalan, men ishlaydigan joyda o'tgan hafta kasal bo'ldim. U kutilmagan shamollashda bir o'tganroq
o'tkirroq varianti bo'ldi. Ishxonaga bordim, o'zimni yaxshiroq his qilayotganimda menejerim ko'rdi, "Sen kasalsan, ket" dedi. Lekin mo'min aytmadi, "Men kasalman, menga kamroq ish beringlar, menga boshim qotirmanglar" demadi. Man hech kimga aytmayman birinchi o'rinda. O'ta yomon ko'raman bu narsani aytganlarni. Lekin menejerni o'zi "To'xta, nima qilyapsan? Mana shu ishxonman. Tur, ket. Qalay his qilyapsan?" Keyin "Yo'q, men yaxshiman, nima emas." Har yarim soatda kelib menejerni o'zi "Qalaysan?" deb savol nima qilyapti. Men bilmaganman уже yuz ko'rinishimdan ancha kasalligim sezilayotganligi. Undan tashqari, oqko'ngilligini bitta maqtab ketay. Eee, bir hafta oldin nima deydi, testira sanitariya o'zbek tilida med kitobcha. Italyanskiy poliklinika sistemasida med medi me Meddaftarchi. med daftarcha ochilmagan edi hali. Shuning uchun men borib aptekadan xohlagan dorimni ololmayman. Kuchli dorilarni yo bir antibiotiklarni dorixona sizga sotmaydi. Agar registratsiyadan o'tmagan bo'lsangiz. Bu registratsiyadan o'tib, doktoringiz sizga yozib berishi kerak, shundan keyin dori olasiz. Men unga sharoitim yo'q. Menejerim Menejerim o'zi yozdi. "Qalaysan mo'min, yaxshimisan? Nima bo'ldi?" Mana shunaqa ekanman. Mana shunaqa bo'lyapti. Men qilolmayman. Bilgan nima bo'ladi. Ertaga ishga borolmayman. Xo'p. Keyingi kuni soat 9 da ishxonada ishlaydigan bitta tanishim telefon qilyapti. "Menejer senga dori olib kelgan. Hozir senga yarim soatda olib borib beraman." Ya'ni qaranglar, odam so'ramayapti, birinchidan "Men kasalman" javob berdim. O'zi javob beraveradi. Odam so'ramayapti, "Meni testira sanitariyam yo'q, meni meddaftarcham yo'q, dori olish imkoniyatim yo'q, dori olib ber" deb so'ramayapti. Odam so'ramayapti, "Dori olib ber" dedi. Olib bergan taqdirda ham "Olib kelib ber" deb so'ramayapti. Ishxonani o'zi tashkillashtirib beryapti dorisini, ishxonani o'zi tashkillashtirib beryapti, yetkazib berishini ishxonani o'zi ta'minlayapti. Что siz sog' turishingizda. Xo'p, oqko'ngil. Lekin bu Italiyaning hayoti haqida-da. Mavzuyimiz konsalting edi. Bu mavzudan tashqari bitta adabiy Bizlarni pauza. hurmatimiz. Adabiy pauza. Yo'q, unaqa deyilmaydi. Adabiy pauza deyiladi. Shunaqa so'z bor edi. Yo'q, lirik chekinish. Lirическая pauza. Lirik chekinish bo'ldi. Lirik chekinish bo'ldi. Xo'p, O'ta kuchli etika qilishingiz kerak. Ha, 50 yillik faktorni berdik, a. Da. Tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. 50 yillik faktorini, ya'ni O'ta berinib etdik lekin. ha, Hayotdan o'tgan, haqiqatdan boshdan siqilgan. o'tganda. Ya'ni 50 yillik nima? Hamma narsaga tayyorman deganingizda ham undan-da og'irrog'iga tayyor turing. Kelishiga. Siz o'rtog'ingizni qo'lidan kelib eshitgan narsa sizni qo'lingizdan kelmay qolishi mumkin. Shunaqa. Xo'p, bu 50 yillik faktori. Konsaltinglarni yana bir tomoni bor. O'zi aslida hammasi baribir haqiqatni ro'y-rosti aytishga borib taqaladi-yu. O'sha akani rasman qo'yib ketaman. Yana bitta faylini ochamiz. Keyingi bet. Keyin bitta faylni olyapsan hozir. Da. Keyingi betini ochdik. Chuqurroq detallarga to'xtalsak, konsalting firmasi nimani aytadi? Men nimani aytaman? Men ham konsaltingman. O'qish grant, 100% grant, 8000 euro stipendiya sizga beriladi. Borganingizdan keyin stipendiyani 50% ni olasiz. Keyin ikkinchi semestrda 50% ni olasiz. Shunaqa. Hushyor bo'linglar. 8000 euro stipendiya sizga ma'lum bir hujjatlarni qilganingiz uchun beriladi, bu birinchidan. Ikkinchidan, u hujjatlarni qilgan taqdiringizda ham Italiyaga yetib kelib oldingiz. Agarda u hujjatlarni siz shaxsan o'zingiz borib topshirmasangiz, siz yutmaysiz stipendiyani. Bu ikkinchidan. Uchinchidan, Topshirishga boradigan joyingizdan appointment olishingiz kerak. U topshiradigan joyni topishingiz kerak. Ha, bu yerda ham mayli, bu yerda ham. Jo'natdi ham. Jo'natganingizdan bir hafta, 2 haftadan keyin stipendiya olmaysiz. Siz o'qish oktyabrda boshlansa, oktyabrda keldingiz. Stipendiyani birinchi qismlarga bo'lib beriladi. 8000 euro. Hop, bunaqa
aniqroq murojaat qilaylik. 20%, 80% birinchi kursda. Italiyada va'da qilingan 8.000 euro stipendiya kelganingizdan 50%, 50% yoki 100% qilib qo'lingizga tutqazilmaydi. U qismlarga bo'lib beriladi. Mana shuni konsalting firmalar aytinglar keladigan studentlarga. O'rtoqlar, birinchi kursda stipendiyasini 25% faqatgina birinchi kursingizda beriladi. Eslab qolinglar. 8.000 euroni 25%ni birinchi kursda olasiz. Birinchi kursingizda qolgan summangizni ikkinchi kursga o'tganingizda olasiz. Ya'ni siz prosta keldingiz, 8.000 euro qo'lingizga berib qo'ymaydi-da. Uni o'zini majburiyatlari bor. 25% oldingiz, mayli bu o'zini tiklab olsin degan ma'noda. Lekin undan keyin siz ma'lum bir darajada ekzamenlardan o'tgan bo'lishingiz kerak. Ma'lum bir miqdorda kredit yiqqan bo'lishingiz kerak. Va undan keyin birinchi kursni tugatganingizdan keyin ikkinchi kursga o'tganda o'sha qolgan pulingizni olasiz. Ya'ni 8.000 degani keldi, 8.000 oldingiz, hayotingiz o'zingizga tushib ketdi degani emas. Yoningizda yaxshi summa bilan kelmasangiz, bilib qo'yinglar, ishga chiqishga majbur bo'lasizlar yoki uydagilardan pul so'rab uydagilarni qiynab qo'yishlari mumkin. O'sha uchun mana shu joylarni aytinglar, mana detalniy aytinglar konsalting firmalar. Biznesiga hech kimni biznesiga qarshi emasmiz, yana aytaman. Lekin to'g'ri tushuntirish, to'g'ri yo'nalish beringlar. Hamma to'g'ri ishlashi kerak. Chunki siz faqatgina bitta pul olmayapsizlar. Siz o'sha biz siz bilan ishlayotgan studentni keyingi hayotini ishoning, bir pallasi sizga ham bosib turadi, sizni tarozingizda. Albatta, albatta. Mas'uliyatni o'zlaringda his qilinglar. Yashab ketib, bir yil kelib srazi qilganlar emas, yashab ketib, ko'rib, qaytib servis qiladiganlar mana shular aytib qiladi deb o'ylayman. Chunki mana shu bu yerda ko'rgan hayotidan keyin ular ham aldaydi deb o'ylamayman. O'sha uchun haligi kimdir ishchisi bo'lib hali o'zingiz kelib yashab ko'rmagansiz, o'zingiz tajribangiz yo'q. Kimnidir oylikka ishchi qilib qo'ydi, sizni operator qilib qo'ydi yoki o'sha ishda servis menejeri qilib qo'ydi. Siz bilmasangiz, sizga aytishmasa, aytishmagan bo'lsa, mana biz sizga aytyapmiz. Konsalting firma ko'ringlar buni, ko'ringlar, o'taymi bir toshni olib. Haqiqatga tosh. Yo endi-da. Kamera tekin kelganmi? Keyin mana shu detalniy tushuntirish. Xo'p, umumiy mavzularimiz shu edi. Biz bilganlar. Buni ko'rgan, mana bu konsalting firmalardan foydalangan yoki konsaltingda ishlaydiganlar o'zlaringni optlaringdan nimadir o'tgan bo'lsa kommentariyada yozinglar. Agar bizani qaysidir gapimiz xato ketgan bo'lsa, uni yozinglar. Biz uni ko'rib chiqamiz, muhokamasini yana ko'taramiz. Albatta. Lekin bu hali yakun emas, podkastimiz tugamadi. Sal tugatganga o'xshatib qo'ydik. Xo'p, lekin tugamadi. Yangi betiga o'tadigan bo'lsak, u beti o'zi fayl betini shrifti juda ham mayda, juda ko'p narsa yozilgan. Biz ko'z yugurtirib, prosta ko'zni yugurtirib, lekin betlarni shunda ham eng kerakli joylarni aytyapmiz-da. Qolganini o'zlaring tajribada o'tkazib ko'rsanglar, o'zlaring o'qib ko'rishlaring kerak. Va keyingi betiga to'g'risi deylik, katta qilib nimadir yozgan. Nima yozgan? Siz uchun. Shu fayl eng oxirida muqaddimasi sifatida. Muqaddima imtihoni sifatida. Imtihosi sifatida. U so'zni ma'nosini bilmayman. Ibtido imtiho bor. Kesdim bu joyini. Men ham xato aytdim menimcha. Xo'p, o'sha oxirgi bet. Xayrlashuv beti. Xayrlashuv beti. Aytaylik, endi nima yozilganini bilmayman, lekin aytmoqchi bo'lgan gapim shundaki, chet elga chiqish va chet elda o'qish o'ta yaxshi niyat. Baribir ham o'zini komfort zonasidan chiqib, odam umuman boshqa bir madaniyat, boshqa bir tarix, boshqa bir hayot ko'rishiga men Uni tavsiya beraman. qarorini chiqarish hammaga ham emas. Hammaga ham emas, lekin tavsiya beraman hammaga. Yo'q, men uzr gapish. O'sha qarorga kelish, bo'ldi, men chetga ketaman degan qarorga kelib ketish hammaga ham emas. U uchun ot kallasiday duh kerak. Shunaqa. Lekin shu qarorga kelgandan keyin
Biza hozir qancha vaqt 20 minut, yarim soatdan beri konsaltinglarni yomonlagandek ko'ringan bo'lishimiz mumkin, lekin biza maqsadimiz shundaki, konsaltinglar o'zini qilayotgan ishiga sal bir boshqacha bir Mas'uliyat. mas'uliyat va boshqa bir nuqtai nazardan bir qarab ko'rsin. Va ikkinchisi albattaki, shu o'qishga ketaman degan talabalar konsaltingga ishonib qolmanglar. Bu biza aytgan gapimiz kimdir eshitadi, kimdir "San nima deyapsan, san nima bilasan, bu biznesimizga aralashma" deyishi mumkin, lekin oxir-oqibat pulni to'lab, oxir-oqibat 3 yildan minimum 3 yil hayotingizni sarflaydigan talaba o'zingiz bo'lsangiz, mani maslahatim, именно bizani ko'rishingiz shart emas. Hmm. Bizadan tashqari blog qilib yurgan, Italiya va kelmoqchi bo'lgan davlatingizda hayotini Yoritadigan. yoritadiganlar u juda ko'p. Hozirgi zamonda shu odamlarni kuzating, shu odamlarga yozing, so'rang. Hamma narsani aniqlagandan keyin konsaltingga borib so'rasangiz, sizni aldash ehtimoli kamroq bo'ladi. Shu narsani bilimingiz qancha kuchli bo'lsa, sizni aldash shuncha qiyin bo'ladi. Siz borib konsaltingga dars o'tib kelishingiz ham mumkin-da. Uyaltirib qo'yishingiz mumkin o'sha holatda. Xuddi shunaqa. Uyaltirgandan keyin skidka ham olasiz. Uyaltirgandan keyin ish taklif qilish mumkin. Va siz o'zingiz o'sha bilimingizni bizga o'xshab, biz endi bilimdon emasmiz. O'shancha darajada o'qigan odam bo'lganingizdan keyin uni boshqalarga ulashishingiz mumkin. Mana shunaqa zanjir bo'lib ketaverib, hammamiz bir-birimizga haqiqatni Teparoq ko'tarilib ketamiz ozgina-ozginadan. biz yaxshilik, rivojlanish tarafdorimiz. O'sha uchun har doimgi gap, o'zlaring qilinglar dokumentni birinchi navbatda. Tim bolli agar chetga chiqmaydigan odam bo'lmoqchi bo'lsanglar, yo rus tilini, yo ingliz tilini bilasizlar. Va o'zbek tili, rus tilidan ko'ra ingliz tilida har doim ishonchli material ko'proq bo'ladi. Nima dedingiz? Bunaqa temada aldaydigan kam-u. Ha. Boshqa temaga burilib ketdim ozgina xayolda. Lekin sraz tushundim-da. Sal burilib yo'q, to'g'ri. Ko'proq ma'lumot bilsangiz, har xil nuqtai nazardan o'zbekcha kontent ko'ring, inglizcha kontent ko'ring, ruscha kontent ko'ring. 3 ta nuqtai nazardan ko'proq ma'lumot ola olasiz. Va oltin o'rtaliqda toping. Bir olim aytgan ekan. Bir bilimdon shaxs aytgan ekan. Aha. Kisicherka sitrov. Nima kulyapti? Tushunmadim hozir. Baribir buni kesmasangiz aniq urishamiz. Nima? Kisicherka degan joyingizda qaytadan tanqilayman, kulib oling. Bu bola u olimni ustidan kulyapti hozir. Bu olimni o'zi shaxsan taniydi. Yetovag'alla. Boya. Mayli, yo'q. Bu Ya'ni hazil o'zini o'ziga bu между собой ikkita cholni o'rtasidagi tema. yo realni kesing baqa. Nima? Yo realni kesing buni. Yo'q, hayır. Yo kulgan joyim qachon bu kesing. Ha. İtalyan olimini bitta gapi bor. Yo'q, to есть italyanlar o'rtasida bitta gap borda. Kisicherka sitrova. Nima degani endi bu Bahodir? Kimki izlansa, u topadi. Yaxshi gap ekan. Izlagan topadi deb buni boshqacharoq varianti o'zbeklarda ham bor. Кто ищет, тот найдет. Кто не понял, тот поймет. Xullas, tiriklar, podkast ko'rib o'tiraverasizlar. Vaqtlaring behudaga sarflab, men ikkita shu turq sog'larni ko'p men ko'rmagan bo'lardim. Agar sizlar shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, bu joyga kesmayman. Aynan Abdushi agar ko'rganlar bo'lsa, birinchidan foydali bo'ldi 100%, garantiyasi bilan. Entertaining bo'ldi. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, like va podpiska bosing, do'stlaringizga yuboring demaymiz. 100% foydali bo'ldi. Italiyaga kelmoqchi bo'lgan, tashinglar ko'rsin, ko'zi ochilsin. Agar sal qo'polroq gapirib qo'ygan bo'lsa, konsaltinglar sizlarning dillaringni og'ritib qo'ygan bo'lsak, boshqa qizig'i yo'q. Aytilgan gap aytildi, qilishlaring kerak bo'lgan ishlarni biz aytdik. Hammamiz yaxshilikka, yuksalishga qarab intilaverishimiz kerak.
bilmam 3 qismga bo'lib xayrlashdik. O'zi ham podkastda gapirgim kelyapti-da mani. Xayrlashgim kelmayapti. Lutf xayrlashmaylik. Gapirib nima qilavering, keyin bo'lib kesib nima qilamiz? Yo'q, shu joylar ham tursin. That's bu podkast-ku. Entertainment. Oxirida bitta narsa aytmoqchiman. Qiyin emas, man 2 marta bosib o'tkazib yubordi. Ko'rgisi kelmasa bu joyni ko'rmasin. Zato biza sal bachkanaga zato от души. Odam mo'min ham men ham shunaqamiz. O'zi asl hayotda mamnun o'tirib olib. Assalomu alaykum, Espresso podcast. Sir, ladies with gentle hands. Haligi. Buni aniq kelsa. Ya, uni kesmayman. Ishqilib konsalting firmalarga oxir-oqibat aytadigan bitta gapim, любая biznes qarashi. Это чисто бизнес. Biznes qilish yo'llari ham bor, oxir-oqibat. Но честь это самое главное. Ауф. Au. Ishqilib biling-a. Consulting. Endi. Consultingning yaxshi joyini bitta aytaylik. Orasida buni joyini sal o'zgartiring iltimos. Xo'p. Consulting yaxshi joyi nimada? Bu podkastimiz faqat konsalting xizmatlarini yomonlash emas o'zi aslida. Shunaqa. Ularni nima deydi? Foydali, yaxshi ishlari ham ko'p. Albatta. Bu fikrimni 50-50 faktor bilan bog'lamoqchiman. Shunaqa. Nimaga? Aytdim Italiyaga qanaqa kelib qolganimni aytdim, qaysi sabab bilan. Va o'sha firmaga men rahmat ham aytaman. To'g'ri, ularni deb qiynalgan joyimiz ko'p bo'ldi. Lekin rahmat ham aytaman. Balki o'sha sababdir. Avvalo Alloh o'shalar orqali men shu yerga kelib dunyo ko'ryapmiz. Kam, ozmi, ko'pmi? Mo'minni tanidik, mana Espresso ochildi. Ko'p yaxshiligi ko'p bo'ldi. Shuning uchun eng avvalo mana shu turtki haligi tramplin bo'lishi mumkin. O'zi qilolmaydigan bola uchun konsalting firmani yordami haligi nima deydi? Qo'llab-quvvatlovi mana shunaqangi yaxshi natijalarni tortib ketish uchun ham sabab bo'ladi-da. Albatta. Albatta, bu degani 50-50. Avvalo o'zimizga bog'liq. Keldik, agar eplolmaganimizda bu hozir na espresso bo'lardi, na boshqa narsa bo'lardi. O'sha uchun men uchun o'sha Inson insonga yordam beradi. Ba'zi insonlar bir-ikki ozgina pul olib yordam beradi, lekin yordam tegadi albatta. Konsalting firmalari ham endi to'g'ri, uzr gapingiz bo'ldi. Xizmat ko'rsatish uchun ham bular baribir izlangan bo'ladi. Birinchidan hayotini, energiyasini, vaqtini sarflagandan keyin uni xohlasa bepulga qilsin, lekin pulga qilsa ham uni qoralay olmaysiz. Chunki umrini sarfladi u. Albatta. U tajriba oldi. Nimaga endi pulga sotmasligi kerak o'zi aslida? Albatta. To'g'ri. Bundoq qaraganda shunaqa. Lekin bitta narsani yana aytib ketaman, bu yomonlash emas. Ko'p konsalting firma hech qaysi bir sizga dokumentingizni o'rningizga borib qilib bermaydi, chunki bu sal noqonuniy, adashmasam. Chunki shaxsiy dokumentingiz kerak bo'ladi. Shaxsiy dokumentingiz. Vizaga ham, stipendiyaga. Dokumentni borib o'zingiz qilishingiz kerak. Bular siz konsalting firma aytaylik, bu videoni Bahodir shuncha yomonlab keldik. Hozir mana segment qilaylik. Umrida konsalting firma haqida eshitmagan. Tanimaydi hech kimni. Lekin hozir biz orqali eshitdi, shuncha yomonladi. Shuncha yomonlaganimizni Italiyaga ketmoqchi bitta bo'lgan odamga men nima qilmoqchiman? Murojaat segment. Konsalting firma qanaqa ishlaydi? Konsalting firmaga siz borasiz, sizga tovar sotadi. Tovar nima? Italiyada o'qish. Italiyada o'qish uchun nimaga sizga konsalting kerak? Italiyada o'qish uchun siz universitetga dokument topshirishingiz kerak va stipendiya uchun отдельный dokument topshirishingiz kerak. Bu dokumentlarni siz agar hozir o'zingiz topib olsangiz bo'ladi. Aytaylik, universitet requirementslari bor, talablari, stipendiyaning o'zining talablari bor, hammasi yozilgan internetdan. O'ta oddiy topish. Muammo qayerda chiqadi? Aytaylik, siz ingliz tilini 2 yil, 2,5 yil davomida o'rganib B2 darajasiga o'ta zo'r o'qigan bo'lib C1 darajasiga chiqqan bo'ling.
IELTSda 6,5-7 deylik. So'zlarni o'qiysiz. Men o'qiganimda so'zlarga ma'no topmaganman. Chunki dokumentlar birinchi o'rinda siz ingliz tilida dokumentlar haqida o'rganmaysiz. IELTSga tayyorlanganda ham, boshqa narsa o'rganganda ham. U atamalarni ham o'rganmaysizda. U atamalarni u sizga keragi yo'q narsada. Keyin o'qiysiz, okey. Masalan, nima dokument bor? Declaration of Value. Birinchi kursga topshirgan. Yoki GMI. Hozir yangichasi chiqqan. O'qiysiz shu so'zni, ishoning, internetga qidirib nima qilsangiz ham ma'no topish o'ta qiyin-da. Ya o'zi Declaration of Value'ni o'zi alohida butun dunyo uchun bir xil ma'nosi bor. Deylik, a? Da. Lekin Italiya uchun u boshqa narsa-da. Shunaqa dokumentlar ham bor. Haqiqatan. Keyin Declaration of Value nimaligini bilmoqchi bo'lsanglar menga yozing. Sotaman. tekinga ham aytib boraveradi. Keyin shunaqa narsalar chiqadi. Nima qilasiz? U sizga qo'shimcha stress. U o'qishga topshirmoqchi bo'lganda nimangizda siz aytaylik 11-sinfda yanvar-fevral oyida qidirishni boshladingiz. 11-sinf yanvar-fevralida siz o'qishga topshirishdan tashqari hali maktabda yakuniy ekzamenlari bor. 11-sinfning stressi meni o'ta haqiqatan esimda, u o'ta kuchli stress. Universitetning nimasi, o'rtoqlaringiz bilan nima qilishingiz, hayotingiz eng qaynab turgan paytida siz umringizda bilmaydigan, kimdan so'rashni bilmaydigan narsalar keladi. Lekin konsaltingga borsangiz, siz ular aytadi, siqilmang, mana shu yerga borasiz, mana shu narsani so'raysiz. Uni olgandan keyin mana shu odamga borib tarjima qildirasiz. Uni qilgandan keyin posolstvoga borib mana shu narsani topshirasiz. Ularni sizga asosiy sotayotgan narsasi Italiyada o'qish orzusidan tashqari Opti, tajribasi. tajribasi. Sizdan oldin nechta odam jo'natilgan? Siz bilan bilgi nechta odam jo'natiladi? Shu tajriba uchun siz pul to'laysiz. Va aytaylik, ular siz mana shu aytgan dokumentlarni siz o'rningizga borib qilib bermaydi, afsuski. Lekin sizga maksimal oddiy tilda tushuntirib, nima qilishni, qayerdan olishni aytadi. Yagona darchaga borib, mana shu formani so'raysiz, sizga mana shuni qilib beradi. Buni olib borib mana shunaqa qilasiz. Bu universitet saytiga borib, okay, you need to get certificate AB from the local government. What's AB? What the excuse my language. Ya'ni nima demoqchimiz? Konsalting firmasi haqiqatdan bor tajribadan kelib chiqadigan prosesda sizga tushuntirib beradigan xizmat. Nomi bilan konsultatsiya. O'sha uchun bolalar konsalting firmalari boshida ozgina qattiq gapirdik. Avvalo bu birinchi o'rinda hype uchun edi. Albatta. Lekin ko'psi haqiqat va ko'psi haligi energiyani berganimiz, qizishganimiz bu haqiqat. Bor bo'lgani uchun xohlamasaydi o'sha energiyamiz bizdan ketdi. Iltimos borini aytib detalni tushuntiringlar bo'ldi. Necha pulga xizmat sotasizlar, qancha narx qo'yasizlar, bozor bu. Bozor katta, sotuvchi ko'p, narx turlicha. Iste'molchini o'zi tanlab olaversin. Albatta. Yoqda bozor. yoqda turistik tovar bor, yoqda Pekin fabrichniy bor, yoqda O'zbekiston tovar bor. Xohlaganini olib olsin. To'g'rimi? O'zimizni bozorlaysinga tushib ketdi shu so'zlar. O'sha uchun O'zimni ham gashti bor, shu o'zimizni bozorlaymiz. ha-da, u keyin bolalar bitta narsani tushuninglar. Menga keldinglar, nimadir aytdim. Ishonib qolmanglar. Mo'minga ham borib so'rab ko'ringlar. U shahar boshqa tarafdagi konsaltingga ham ozgina izlaninglar. Maslahatimiz ko'payib ketdi. Bir xil gapni ham ozgina повтор qilgan joylarimiz bo'ldi. O'sha uchun sekin xayrlashamiz, a? Menimcha yetarlicha gaplashdik. Agarda chuqurroq yana so'rasanglar, nomma-nom haligi qora bilan berkitilgan so'zdan ochamiz. Balki Agar qora bilan berkitilgan konsalting firmalarining nomini bilmoqchi bo'lsanglar, Telegramdagi premium kanalimizga o'tib, premium kanalimiz yo'q-a? ochamiz. Ochamiz. Xohlasanglar ochamiz.
Xo'p, foydali bo'lgan bo'lsa sizlarga katta rahmat, bizga ham katta rahmat. Mo'min, sizga katta rahmat. Vaqtingizni ajratib Katta keldingiz. rahmat. Sizga ham, menga ham katta rahmat, sizga ham katta rahmat. Hammaga xayr. Chao Hammaga Italiya. rahmat. Hammaga rahmat. Va hammaga Sog'lik, salomatlik, baraka. keyingi sonimizda ko'rishgungacha bu gapni bo'laver ekanda. Keyingisida ko'rishgungacha xayr. Videoga like, podpiska bosish esdan chiqmasin. Chao Italiya.